Шунaq, insoniyat tarixida tunji qitim imzolangan yadro qurollarini cheklash shartnomasi edi. Bu shartnomaning roli intayin zo'r edi. Bu shartnoma sovuq munosabatlar urushining favqulodda vaziyati davrida aslida bu shunday vaziyati imzolangan edi. Bu shartnoma orqali Amerika nimaga erishdi? Prezident Trump intayin amaliyatchan prezident bo'lg'achqa bu shartnomada Amerikaning ziyon tortganligini tanib yetdi. Vaqt o'tdi. Zaman o'zgardi. Ahvolda zo'r o'zgarish paydo bo'ldi. Shunga prezident Trump o'zgartish, qonun shartnomani o'zgartishni o'ttiraga qo'ydi. Uga mundaq ko'rsatdi. Amaliyotda Jungo butkul sovuq munosabatlar urushi davrida yoki sovuq munosabatlar urushidan oxirlashgandan keyin foyda olgan birdan bir davlat bo'lib qoldi. Cho'ng davlat munosabati o'rtasida Amerika va sobiq Sovetlar harbiy tayyorliklar musobaqasini bevosita olib bordi. Jungo bu oraliqda o'ng va so'l tarafdan fursatga erishdi. Amerika sobiq Sovetlar o'rtasida barliq harbiy qurol-yarog'larni tizginlash taraqqiyot azaldan Jungoni plan ichiga elib kirgan emas. Ko'ringlar. Bu ikki davlat cheklaymiz davlatida Jungoga sal qargan bu ham Rossiyaning xatoligi, ham Amerika Qo'shma Shtatlarining xatoligi. Bugun hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump mushu nuqtani tanib yetdi deydi. Amerika va sobiq Sovetlar o'rtasida barliq harbiy qurol-yarog'larni tizginlash taraqqiyoti azaldan Jungoni plan ichiga olib kirgan emas. Sovuq munosabatlar davrida bu masala ancha gavdalik masala hisoblanmaydi, chunki u chaqda Jungoning davlat kuchi yetishmaydi. Jungoning davlat kuchi zo'raygandan keyin qurol-yarog'lar va raketa yasash jihatda foydalashga boshladi. Harbiy qurol-yarog' jihati tizginlash faqat Rossiya bilan Amerikani tizginlash bo'lib qolib, Jungo eg'izg'ama elinmadi. Jungo boy bo'ldi. Har qanday chekilmaga uchramaydigan ahvollarda hozir Jungo harbiy qurol-yarog' tadqiq qilyotdi va yasayotdi. O'tira musofirlik raketa Amerikaga yetib borolmagan bilan Mesela 5000 kilometrlik, 3000 kilometrlik bu Amerika'ya yetib kelinmeydi. Borolmagan bilan, lekin Amerika'nın Asiyada menfaatiga aloqador rayonlar, masalan, Tayvan, Okinawa, Amerika'nın harbiy bazasi Guam qatorliq rayonlarga o'tir musofirlik raketalar yetib boralaydi. Shunga o'tir musofirlik raketa Jungo uchun muhim qurol edi. Ve bu qurolni taraqqiy qildirib o'zini kuchaytiraydi. Jungo hozirgacha xalqaro yadro qurollarini qisqartirish musobaqasiga qatnashmay, qisqartirish musobaqasida bunun qatnashmay, chetda o'ltirib foyda elib kelgan davlatlar. Endi qarayimizki vaziyat o'zgardi. O'tir musofirlik raketa jihati vaziyat o'zgardi. Jungo strategik raketa yadro qurollarini o'ziksiz taraqqiy qildirib keldi. Hozirgacha Jungo 44 ni otdimi? Bizning taklamakanda 44 ni sinab qildi. Balki yuqori sur'atda taraqqiy qildirib keldi. Bu jihatda Amerika norozi bo'lib qolmay, Rossiya ham norozi bo'lib keldi. Bu mesele amini küllerinin biri de köpçülük yani çoğun devletler oturup birlikte muhakeme kıladığan meseleydi. Lakin bu meselede Jungo izcil baş tartış pozisyasını kullanıp geldi. Bundak baş tartış başka hareket kılışını keltirip çıkardı.
Hazır bu meselenin yani o'tir musofirlik ve o'tir qisqa musofirlik raketa qurolları meselesini, şartnoma meselesini Amerika Qo'shma Shtatlari o'tirga elib chiqdi. Jungo bundaq o'tirga elib chiqishga raddiya berolmaydi. Nima uchun deyolmaydi? Chunki qoida jihatda so'zlab o'talmaydi. Qoida jihatda qoida bo'yicha so'zlasangmi, bu o'tkaldan o'talmaysan, o'talmaydi. Bu yillarda Jungoning taraqqiyoti tezlashdi. Raketa ishlab chiqarishning soni ko'paydi, skala to'shdi. Konkret soni sada qanchalik Jungo taqi dunyoga bu sanni ma'lum qilgani yo'q. Bu intayin muhim masala bo'lib qoldi. Sen yanada yo'shirmoqchi bo'lsang, masalan, Jungo raketa qurollarini yo'shirmoqchi bo'lsang, ko'pchilik endi sana ishonmaydi. Shunlashqa hozir Jungoni harbiy qurol yaroqlash shartnomasining ichiga elib kirish kerak. Marhamat Jungo efendim. Amaliyat qaraydigan bo'lsak, Jungo bugun intayin passiv bir o'ringa tushib qoldi. Ya'ni Abdur nima demoqchi? Uning yana 20-kuni prezident Trump raketa qurollari shartnomasidan chekinib chiqdi. Shu kunida Jungo intayin passiv o'ringa tushib qoldi dedi.